Assalomu alaykum qadrli obunachilar, bizni kuzatib borayotgan aka-ukalar, hoji-akalar, hojatolar. Hop. Akalar, bugungi 3 dona yaxshi qo'chqorim bor, qo'zi qo'chqorlar, tish buzmagan. Qo'limdan kelganicha batafsil ma'lumotni beraman. Xudo xolisa, videolarimiz Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'idan o'zimni xonadonimdan qilyapmiz akalar. Hafta kuniga bugun shanba, 10-may 2025-yil. Videoni qaysi kuni, qaysi chislada ko'rsatilgan telefon qilaveringlar akalar. Savdo sizga nasib qilgan bo'lsa, ishimiz bitadi inshaalloh, noumid qilmaymiz. Xo'p akalar, bu birinchisiga qo'zi, hali tish buzmagan, 11 oylik qo'zi, o'zimning qo'ramdan, tuyoqlari yotmagan, tekis. Hozir pulni bo'ylarini o'lchab, quloqlarigacha o'lchab beraman qo'limdan kelgancha. Videoni boshida addush bitta like bosib qo'yinglar akalar, biz uchun motivatsiya bo'lib qoladi. Shunday barmog'ingizni qilib qo'ying, bunday tegizib qo'yish qiyin mas'ul. Bosib qo'yganlardan Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, buni bo'y bastdan boshlasak, razrezlarni bir qator ko'rsatib qo'yayda. Xo'p, akalar mana qo'yni kalla boshi, mana quloqlari. Qulog'i ham 22 ga yaqin, xudo xolisa. O'lchab ko'rsataman. Mana boshlari tekis. Mana bellari, qo'zini beli mana dumba razrez. Mana tekis, keyin hech qanaqa haligi bitno dumpum yo'q mana. Hech qanaqa dumpum kelishi unaqa bo'lmagan. Umumiy ko'rinishi olti to'shini ko'rasizlar qo'chqor. Mana to'sh jaravar. To'sh o'ta kelishgan, katta lekin to'sh. Qo'zi bu hali. Sekin tishini ochib ko'rsatamiz, sekin ushlab turch. Mana hali qo'zi. Mana kalla. Hop, mana metrda kelib oldim akalar. Sekin bismillah deb qo'yamiz. Qo'yimiz ozgina hurkakroq. Qo'ldan kelgancha o'lchab ko'rsatamiz. Mana metr yerdan. Mana qo'zini bo'yi. Men metrni bilasizlar aytmayman, o'zlaring ko'rib olaverasizlar. Mana qo'zini bo'yini ko'ryapsizlar o'zlaring. Mana uzunasiga ham bitta qo'yaman. Qo'lni tushib ketadi telefon. Ishla. Ishlab tur. Xushbegan xudo xolisa shogirdim. Mana bo'yi, uzunligi. Mana uzunligi. Ko'rlang. Umumiy ko'rinish qo'ydi, uzoqdan ko'rinishi. Qo'zi hali. Mana quloqlari. Quloqni ham o'lchab ko'rsatib beraman aka, qo'zini. Qulog'i o'ta keng keladi qo'zi. Mana qulog'ini ham mana kalsuvdan qo'yamiz akalar, mana kalsuvdan. Mana kalsuvdan qo'ydim. Pasini ham ko'rsatdim, pasini. 22 ham kilos pashti. Uning uchun ko'rib olaverasizlar akalar, lekin qulog'i chakan emas qo'zini. 21 dan oshiqda qulog'i, xotirjam oshiq, garbonuslar kelishgan. Quloqni oldidan ko'rinishlar, quloq tashlashlar. O'ta uzun qulog'i. Qo'zini oldidan ko'rinish. Xo'p akalar, qo'yimiz umumiy ko'rinish qo'zimiz mashq holatda. Hop, keyingilarni ham ko'rsataman. Keyingilari ham o'ta boshqacha narsalar akalar. Hop, buni narxiga keladigan bo'lsak, narx $1200. Kelishadigan joyi bor. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ham bor. $1200 ga. Xayriga sunnatiga savdo qilaverasizlar akalar.